Banisaga bordim, vrach ertalab och qoringa kelasiz dedi. Nima, vrach men bilan zaptira qilmoq, qarg'ani qarg'a desam qarg'a bormasmikin? Kalta kesaklarda qayeri kalta bo'lar ekan? Kichkina supurgini nimaga oyim supurgi deydi? Nima u oyilar supurgisimi? Demak katta supurgilar kampirlar supurgisi ekanda. Shu sohotni yaratgan odam soat nechiligini qayerdan bilgan ekan? Nimaga oq choy oq bo'lmaydi, ko'k choy ko'k bo'lmaydi? Demak bular bizni aldashyapti. Nimani o'ylab turganimda odamlar bilib qolmayaptimi? Dunyoni suv bossa o'rdakka nima g'am deydi. Uni baliqlar eshitib qolsa xafa bo'lmasmikin? Kana kunjutda kanaga nima aloqasi bor ekan? Nimaga hamma hayvonlarning zotdori zotsizi bo'ladi, odamlarning zotdori zotsizi bo'lmaydi? Banisaga bordim, vrach ertalab och qoringa kelasiz dedi. Nima, vrach men bilan zaptira qilmoq, qarg'ani qarg'a desam qarg'a bormasmikin? Kalta kesaklarda qayeri kalta bo'lar ekan? Kichkina supurgini nimaga oyim supurgi deydi? Nima u oyilar supurgisimi? Demak katta supurgilar kampirlar supurgisi ekanda. Shu sohotni yaratgan odam soat nechiligini qayerdan bilgan ekan? Nimaga oq choy oq bo'lmaydi, ko'k choy ko'k bo'lmaydi? Demak bular bizni aldashyapti. Nimani o'ylab turganimda odamlar bilib qolmayaptimi? Dunyoni suv bossa o'rdakka nima g'am deydi. Uni baliqlar eshitib qolsa xafa bo'lmasmikin? Kana kunjutda kanaga nima aloqasi bor ekan? Nimaga hamma hayvonlarning zotdori zotsizi bo'ladi, odamlarning zotdori zotsizi bo'lmaydi?